Bunaqa kotletlar pishirish uchun ozgina xarajat qilsa, hech narsa qilmaydi. Kartoshka, piyozlarni qirg'ichdan chiqarib olib, mol go'shti qiymasidan solamiz. Ustiga bitta tuxumni chaqamiz va ziravorlarni ketma-ketlikda qo'shamiz. Kotletlarimiz qiymasi ichiga ozgina osh sodasi ham solib yuboramiz. Bu kotletlarimizni berch bo'lib qolishidan saqlaydi. Qiymamiz ichiga non talqonidan ham qo'shib yuboramiz. Tayyorlayotgan qiymamizni tuz va ziralari bir-biriga o'tib singishi uchun oldin g'ijimlaymiz, keyin urib ishlov beramiz. Mana kotletlarimiz qiymasi birpasda tayyor bo'ldi. Endi shaklga kirgizamiz. Men kichik ko'rinishga keltirdim va yog'da orqa oldi qizarguncha qovurib olamiz. Kotlet taomi juda qiyin va tayyorlanishi uzoq cho'ziladigan taomlarga kiradi, lekin men ko'rsatgan usulda tayyorlasanglar, vaqtingizga achinmaysizlar. Orqa oldi qizarib pishib chiqqan kotletlarimizni alohida idishga solamiz. Tavadagi yog'dan ozgincha qoldirib, ortiqchasini olib qo'yamiz. Qolgan yog'ga kotletlarni sousini tayyorlab olamiz. Bitta piyozni to'g'rab olamiz va tavadagi yog'da chetlari qizarguncha qovurib olamiz. Chetlari qizarib pishgan piyoz ustiga pomidor pastasidan ham qo'shib yuboramiz. Sousimiz ustiga ozgina tuz solib, ustidan qaymoqni solib yuboramiz. Kotlet tayyorlagan yilida sizlar ham qaymoqli sousda dimlab ko'ringlar. Mazalari shunaqa yoqimli va og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Kotletlarni bir tarafi qaymoqqa botgandan keyin ikkinchi tarafini ham o'ngirib 5 minutga dimlab qo'yamiz. Polga sachragan yog' qoldiqlarini Clean Home tozalash vositasida tozalab olamiz. Clean Home'da keng assortimentdagi tozalash vositalari mavjud. Uzun marketdan ham buyurtma berishingiz mumkin. Mana kotletlarimiz ham birpasda pishdi. Endi yaqinlarimizga ulashish uchun dasturxonga tortamiz. Bu kotletlarni siz ham bir marta bo'lsa ham pishirib ko'ring va mazasiga baho bering. Mazali kotlet retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Menga obuna bo'ling.